Assalomu alaykum barcha qadrli obunachilarimiz. Xo'p, bugun sizlarga iPhone'ga ma'lumotlarni polностью kopiya qilib o'tkazishni o'rgataman. Qani bo'lmasam videoni oxirigacha kuzatinglar va Texnacom kanalimizga, YouTube kanalimiz, Telegram va Instagram kanallarimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Barchasi sizlar uchun. Qani bo'lmasam shu videomizni oxirigacha kuzatishingizni so'rab qolgan bo'lardik. iPhone'ga ma'lumotlarni to'g'ri o'tkazish haqida o'rgatamiz. Aynan ushbu iPhone'imizdan bu iPhone'ga shunday rezervni kopiya qilib o'tkazib qo'yishni o'rgataman. iCloud'da ham hamma narsani o'tkazishni o'rgataman. Agar iCloud'ni ochishni ham bilmasangiz, bundan keyingi videolarimizni ham kuzatib boring. iCloud ochishni ham o'rgatamiz. Va aynan Samsung yoki Redmi shu va shunga o'xshash telefonlardan endilikda iPhone'ga o'tayotgan bo'lsangiz, aynan Android'ingizdagini iPhone'ga o'tkazishni ham videosini tayyorlayman. Xudo xolisa tez orada. Faqat kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Yangiliklardan boxabar qolib ketmanglar. Qani bo'lmasam ketdik. Aynan ushbu iPhone'imizdan bu iPhone'ga to'g'ri ma'lumotlarni o'tkazishni o'rgataman. Videoni faqatgina oxirigacha ko'rish sizdan talab qilinadi. Xo'p, aynan ushbu iPhone'imiz olinadi. Bu telefonimizdan ma'lumotni bunga o'tkazishimiz kerak va aynan biz buni boshladik. Добро пожаловать. Ushbu telefonimizga ma'lumotlar o'tkazish kerak. Xo'p, aynan ushbu telefonimizga ma'lumotlar o'tkazish kerak bu yerdan chiqib ketamiz va telefonimizni nastroykasiga kiramiz. Birinchi o'rinda ogohlantirib qo'yay, aynan ushbu o'tkazmoqchi bo'lgan telefoningizda iCloud bo'ladigan bo'lsa, iCloudinglarni chiqarib tashlanglar. Face ID'ni iloji boricha o'chirib qo'ysanglar ham bo'lardi. iCloudinglarni chiqarib tashlanglar bu telefonni, chunki sbros qilishimizga to'g'ri keladi. Xo'p, iCloud chiqarib tashlagandan keyin agar iCloudingiz bo'lmasa ham o'sha основнойga kiramiz. Основной, keyin eng oxiriga tushamiz перенос или сброс iPhone deganiga kiramiz стереть контент и настройки deganni bosamiz. Keyin продолжить bosamiz стереть iPhone. Keyin telefon parol bo'lsa parolni teramiz. Bo'ldi, parolni tersanglar yo'q, keyin mana shunday o'zi загрузка qiladi. Загрузка qilgandan keyin ma'lumotlar уже bo'ldi, o'chib ketadi bundan. Bu telefonimizdan qilishimiz kerak bo'lgan narsa hech nima qilish shart emas, просто kutamiz bo'ldi. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, aynan ushbu iPhone 14imiz sbros bo'ldi. Qani bo'lmasam, ishni davom ettiramiz. Telefonimizni yoqamiz, birinchi o'rinda paroldan ochamiz. Buni hamda klashtorkasini tortib qo'yib, mana sizlarda настройки нового iPhone, настройка нового iPhone deb chiqadi. Ko'rishingiz mumkin. Aynan bu narsa yo'qolib qolsa, nimadir qilayotganingizda endi qilmoqchi bo'lib, mana shu продолжить deb bosmoqchi bo'lib, nimadir bo'lib yo'qolib qolsa, ekranni yana bir marta o'chirib turib, yoqsanglar mana o'zi paydo bo'ladi. Face ID so'rayapti. Yana bir marta Face ID so'raydi. Face ID'ni qildim. Mana buni skaner qilishimiz kerak. Bunda mana bunday narsa chiqadi. Bunda skaner qiling degan. Skaner qildik. Подготовка iPhone deb turadi. Bo'ldi. Telefonimiz tayyor bo'lishni boshlayapti. Xo'p, biz bu yerda bitta ikkita narsalarni nazorat qilib tursak bo'ldi. Mana buni bosamiz. Настройка для себя bosamiz. Telefonni kod parolini tering deydi. Kod parolini teramiz. Kod parolini terdik. Ko'rishingiz mumkin, hozir davom etmoqda. Xo'p. Qo'yamiz buni. Menimcha sizlarga yaxshi ko'rinyapti. Bu yerdan tushunib olishinglar ancha osonlashadi. Xo'p. Xo'p, подключить deb bosamiz. Shu разрешение nimadir so'raydigan bo'lsa, подключить короче o'tkazamiz. Настройка Face ID deyapti. Yo'q, настройка позже bosamiz. Yana bir ma'lumotni shu o'rinda aytib ketishim kerak. Продолжить bosib qo'yamiz. Avvalo. Bo'ldi. Aynan sizning telefoningizning versiyasi, ikki iPhone'ingiz versiyasi bir xil bo'lishi kerak. Agarda ikki iPhone versiyasi bir xil bo'lmasa, unda ma'lumotingiz o'tgani qiynaladi, telefoningizni yangilang deydi. Xo'p, telefonni birinchi o'rinda yangilab olib, keyin qilishingizga maslahat beraman. Telefon birinchi o'rinda yangilab olish kerak, keyin qolganini
davom ettirsanglar bo'laveradi. Xo'p, baydan prinetni bosib qo'yamiz. Ishinglar вообще oson bitadi agar ikkovini versiyasi bir xil bo'ladigan bo'lsa, eng oxirgi versiyaga kachat qilingan bo'lsa. Xo'p, ishinglar 10 minutda bir-biriga shunday ko'payib o'tib oladi. Agar ma'lumotinglarni katta kichikligiga qarab ham. Endi ma'lumotimcha ko'proq, sal ko'proq vaqt topib qo'yishim mumkin. Xo'p, mana ko'rishingiz mumkin. Hozir nastroyka bo'lyapti bu. Nastroyka bo'lsa, bo'ldi shu bilan ma'lumotlarim shunday ko'payib bo'ladi. Приложение hamma narsa o'tadi. Akkauntlaringizgacha o'tadi ko'p holatda. Ba'zi bir holatlarda akkauntingizgacha o'tmay qolishi mumkin. Продолжить bosamiz yana. Короче, mana shu chiqqanini ko'rdinglarmi? Men ko'rmasam bosib oldim, sizlarga gapirib bermasam. Служба депозиция. Yo'q, bizga bu Apple Pay kerak emas. Настройки позже bosib qo'yamiz. Menga misol uchun kerak emas. iCloudda ma'lumot ko'payib ketdi. Hop. Делиться расключениями. Men раз shunaqa, короче. Deb продолжить bosib qo'yamiz. Bu iPhone 14 dan boshlab chiqqan shuningdek, короче, sizlar avariya bo'lsanglar, xudo ko'rsatmasin, shunaqa ma'lum nimadir narsa bo'lib qoladigan bo'lsa, служба, короче, поддержка, SOS knopka, короче, qo'lingizdan tushib ketsa yo qanaqadir avto avariyaga yo samolyotda avariyaga uchrasanglar, короче, любой joydan sizlarni topib, короче, shunaqa qilishadi. Hop, пропустить этот шаг. Bo'ldi, mana ma'lumotinglar o'tyapti hozir. Ma'lumotim o'tyapti, sizlarning ma'lumotinglar shunga o'xshash o'tadi. Va aynan qanday savollar sizni qiynayapti, shuni izohlarda qoldirib keting. Qayerga tushunmadingiz, qayerga tushunmadingiz, men imkonim boricha sizlarga yordam berishga harakat qilaman. Agar hali ham kanalimizga obuna bo'lib qo'ymagan bo'lsangiz, obuna tugmachasini bosib qo'yishingizni so'rab qolgan bo'lar edik. Like tugmachasi, подписаться, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Agar hali ham kanalimizga obuna bo'lib qo'ymagan bo'lsangiz, obuna tugmachasini bosib qo'yishingizni so'rab qolgan bo'lar edik. Like tugmachasi, подписаться, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Xo'p, ko'rishingiz mumkin. Mana telefonlarimiz tayyor bo'lgandan so'ng mana xuddi shunday holatga keladi. Перенос завершен chiqib qoladi. Bunisi bo'lsa hello o'sha qanday tursa turaveradi. Bunga parolni terib kiramiz и продолжить Face ID ni qo'yib olamiz. Face ID ni o'rnatdik. И bo'ldi. Продолжить bosamiz и пропустить, короче, pastdagi и bo'ldi. Mana ko'rishingiz mumkin. Telefonimiz tayyor bo'ldi. Shunday ko'p bo'lib qoldi. Mana bu telefonimiz qanday bo'lsa, xuddi shunday holatda mana. Sibros qilasizmi deyapti. Yo'q, buni hozircha sibros qilmaymiz. Nechachasi bosaversak bo'ldi, chiqib ketadi shu bilan. Bo'ldi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu telefonimiz qanaqa bo'lsa, qanaqa holatda bo'ladigan bo'lsa, mana bu ham xuddi shunday holatda. Ko'rishingiz mumkin. Mana bir xil kopiya bo'ldi. Hamma narsa shunday kopiya bo'lib o'tadi. Mana. Xo'p, qadrli obunachilarimiz, ko'rishingiz mumkin, mana bugungi sizlar bilib olgan narsa juda ham kamdan kam odam o'rgatadi bu narsani. Shuning uchun bizga obuna bo'lib qo'yish tugmachasini bosish esdan chiqmasin. Qani bo'lmasam, ko'rishguncha.